Bularda u yara chiqqan. Saraton hech narsa yo'q. Kasalligingiz yo'qmi? Yo'q. Tuldingizmi kasalligingizni? Axlat bor. Ha. Idealli. Jigardan kelyapti. Yaqinda ketdi. Bu yerda oshqozon osti bezining yarasi jigar yo'liga o'tib ketgani hisobiga jigar ichidagi safro butun qonga badanga urib olgan. O'shani hisobidan bemor sarg'ayib ketgan, ishtaha ketgan, axlat oppoq rangda kelishni boshlagan. Mana bizga keldilar, biopsiya oldik, biopsiyadan go'sht olib tekshirdik. Go'shtda go'sht olganimizda hech qanaqa onkologik narsalar tasdiqlangani yo'q. Hammasi yaxshi, yazva chiqdi, yazva. Demak, bilib qo'yinglarki, ko'pchilik aytishadiki, saraton onkologiya deydi-ku, buni aniqlaydigan narsa bu o'sha yerdan go'sht olib tekshirgandan keyin biz rak diagnozini qo'yishimiz mumkin saraton. Bularda u yara chiqqan. Saraton hech narsa yo'q. O'shaning uchun bitta kateter qo'yganimiz bilan rezultat oldik. Hammasi zo'r, hammasi normalniy. 90 yoshdaman. 90 yoshdalar. Professorman. Mana professorlar. Ben doktorman. Nima fandan dars beradi? Iqtisod bo'yicha. Antolog, tog'shunos. Butun международный konferensiyalarda qatnashgan. Nechta shogirdlaringiz bor sizlar? Prezidentga 10 bet xat yozdim. Prezident apparati bütün odamlarni to'plab o'sha meni xatimni tarqatib chiqdi. Biror inson bir so'z aytgan yo'qki, propaganda siz xato gapiryapsiz. Kabinda eng kichkinasi zamministr bo'lgan odamlar to'planib, ularga 45 minut doklad qildi. Kimligini bilmayman, lekin o'sha yerda aytishdi, Fanlar akademiyasi prezidenti ham bo'lgan ekan. Tanimadim hech qaysi. Gapirdim, chaqirdi. Keyin Abdulla Aripov meni kitobimda o'sha 700 bet kitobni katta qilib boshqa formatda tayyorlab berdi. Sog'lomlik bo'lsa, bardam baquvvat bo'laylik. Boy bo'laylik, odamlar bo'laylik. Yurtimizdan o'zimizdan. Ilohim. Ekonomiyasi bo'lmaydi. Xo'p, sizlar martabalaring baland bo'lsin. Obro'laring ko'kka yetadigan bo'lsin. Xo'p, menga o'xshagan odamlarni do'zax azobidan qutqazib, jannatga o'tkazdilar. Shu hayotimiz jannat ekan. Bizni hayot. Men shu yotgan davrimda, mana shu 90 yoshda shunday xulosaga keldimki, bu do'zax degan narsa shu yerda bor ekan. Bu kasallik ekan. 5 ta jannat degan ham bor ekan. Jannatdan bor ekan. Sizlar doim jannatda bo'linglar. Hop. Men o'ta osmonga ko'rindim, men sizni bitta o'qib qo'yay. Ko'zimdan yosh kelib, 2 kun yig'ladim. Rahmat sizlarga, muvaffaqiyat, omadlaring yor bo'lsin. Hamma niyatlaringiz amalga oshsin. Klinikada ham zo'r ekan, klinikada. Shunday sharoitlar, insonlar shunday O'zbekiston ovqatlanishi, taraqqiyotini hammasi yaxshi. Yuqoriga ko'tarayotgan odamlar sizlar. Juda go'zal yigitlar bular hammasi. Go'zal yigitlar. Bu biz hech kimdan kam emasmiz. Biz Dilshod Mahmudov bilan onkologiyada ishlaydigan, imенно shu sohada ishlaydigan mutaxassis bilan rosa afsuslikni qilib, shu odamning tasfiyasi bilan jigari yo'liga mana stent qo'ydik, hammasi joyiga tushib ketdi. Ularga особый благодарность.